Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 9-noyabr. Ahmad Bey boshlangan shartnomamiz nihoyaga yetdi. Mana tandirimiz, mo'rli tandirimiz ideal variantda, original bizda. Mana ko'ringlar mana. Mana tunga qo'ymaymiz. Abdushi g'ishni urib chiqiladi o'rtoqlar. Mana o'choqlarimiz nomishlari. Olib qo'yasiz. Mana. Yonishlar bir tekisda. Mana o'rtoqlar, mana. Uje mana bitta zapravka qaynadi suv mana. Ko'ringlar o'rtoqlar mana. Mana qaynasha keldi mana. Hali qopqoq qo'yilgan yo'q o'rtoqlar. Mana tortiladi mana. Mana o'rtoqlar. Mana ozgina o't bilan qaynadi mana. 20 litrli qozon, 60 litrli qozon. Mana yoshlarni olib qo'yasiz. Mana yoshlar kirasiz o'rtoqlar mana. Bir tekisda gazoz sistema bo'lib yonadi. Mana yoshlar o'rtoqlar bir tekisda mana ozgina o't bilan mana qaynasha kelib qoldi. Hali qopqoq qo'ygan o'rtoqlar. Qolagan nimasiga o'tib yonma o'tib yaqindan ham qarash bo'ladi. Bu yerning 65 sm bo'ladi. 50 sm dan bo'ladi mana. Erkaklar, o'chalar erkaklari zo'rroq bo'lishi kerak. Albatta bo'lmaydi. Mana mashetimizda mana hamma joyda, hamma xonadonda qilib kelamiz mana. Kelasi оборот 8 оборот bilan chiqib ketadi mana. Tepaga silchib ketmaydi o'rtoqlar. Tandirlarimiz o'zga holatda mana bo'shlik mana. Oldiga mana gap qo'ysa tortaveradi. Menga vazifasini bajaraveradi. Mana oldidan olib qo'yasiz, oldinroqdan. Mana mo'rlar mana. Zo'rlarni olib qo'yasiz. Mana yonishlari mana. Uchalarni olib qo'yasiz tayyorlarni. Juda go'zal chiqqan. Şu ustozimizga rahmat. Ustozimizga rahmat. Salomat bo'linglar, Xudo xolasa xizmatdamiz. Bundan keyingi ishimiz Xudo xolasa Madhoshimda boshlaymiz, keyin Ahmad Beyda. Aka ularni ketadi. Rahmat, sog' bo'linglar.